Sütnüsem raqchi degan ochimiz sil shu ha. Shu. Mana bir taqsizlar. Olsam sizning do'konlarda bek chiroyli raqlar bor deydi. Chiroyli raqlar bor-ya. Qanday raqlar bor? Shu 300 koydan 450 koygacha kelgan machin ipaklar. Lora. Endi teglik lora ipaklar, shipinglar, tuxovlar, har xil ipak mallar bor. Bu raq degani tizib yeyib etiblar, bir yaxshi faoliyatlar bormi bugun ha? Shada. Faoliyat qilyaptaymi-ki bu mallarni bekini qilib bulamay qilib qoldim. Tatquz bulamay. Shu mana qildim men belanchaqni kiribdim. Oldindan ketib olsam bu raqlarni yeyib bosh tayyorlik qilib etiblar, shunga bir faoliyatga o'xshaydi deb kirishimcha. Yaxshi. Yurak bosgan, sizlarni bizni qo'llab kelgan, 6 raqamni yo'llagan, bizni qo'shib kelgan do'stlarimizga kelib qolsa bir raqlarni faoliyat qilib beraman. Pray. Yurak bosgan 6 raqamni yo'llagan do'stlarimga mushu meni har qanday xaridorlarim bildigan ipaklar menima. Mushu meni kanva ipak mushu har qanday xaridor biladi. Mush ipak nima? 2,5 metr bir ko'ynakligini 159 koy. Mana meni xanzat ipak. Mushni bilmaydigan mal emas xaridorning hammasi biladi. Shunchalik yaxshi chiqqan süptimi. Buning 3 metrsi intaqda bo'lganligi uchun 3 metr bir ko'ynak a. Mush ipakninki har qandagininki bir kiyimligi 2,5 metr chiqadigan 2,5 metr, 3 metr chiqadigan 3 metr bir kiyimlik 49 koy. Sizdan bir so'rab baqsam, mana shuni ayni vaqt necha pulga sotyapti ipaklar bu? Ayni vaqt 130 koy men mana shu 140 koyga sotgan kanva ipaklar shu. Metrsini ya. Hozir qalbak qilib chiqibsiz. Hozir shu endi faoliyat qilib beray. Ham shu xaridorlarim foydalansin degan asosda qilib qoldim. Ma past qo'yganlar uchun endi. Meni ma pastki mallarni bir ko'ynakligini 14 koy 9 mo qilib beray ya. Bir ko'ynaklik raq 14 koy 9 mo degan. Qanday avaz bilan? Mana shu pastki ko'yganning qanday avasa 14 koy 9 mo. Ma model qaydirib qo'yganmi raqlar uchun? Mana shu Lora ipak tuxova mana Lora ipak tuxovni mana shuningmi bir ko'ynaklik 3 metr chiqadi. 3 metrsini 199 koy qilib beray. Xaridorlarimga. Mushtaq modeldekini men mushtaq emas shunda. Menim shundaq qilib beray, mana haqiqiy hindi taglik Lora xaridorlar biladi, meni ko'rsam. Mushnimi 3 metrsini 199 koy qilib beray. Meni meningdek superisi har qanday xaridorlar bildi. Mushnimi 199 koy qilib beray 3 metr. Xaridorlarim har qanday 3 metr asosan 3 metr jumla. Yana uningdan boshqa men shundaq ajoyib isil bo'lgan Lora'ni 3 metrsini 149 koy qilib beray. Har qanday. Mana. Sen hindi taglik Altındaki asır bak ya bunu ha. Bunundaki xurum işten çapallarını teyyasını yapışmay. Sılının kaşları kiplanmay. Raqni yapıp tikürsek bulgan mı? He, şu aştaq buldum mene. Çapanga mı düşüdü? Köynek köptü yopkuğum düşüdü. İştanga mı düşüdü? Xaridorlarim acayip isil bolgan yeni kelgen xurum ma bu. Xurum raqga jumla. Manında işten çapan hemmisi düşüdügan xurum raqga muşunu elip tiktirip fasonu düzen Pulusumu bek muvaffaq ha. Muşunu paliyat qıram. He, muşunu paliyat qıpmadım. Lekin bunu demeyem diye. Kelgen çağda bek muvaffaq qıpırma. Degen deyimiz mi? Maqılamsa. Xurumni kaysek ulti tiktirip deydiganlar jalliq kelsan olib o'daka. Mushu mene bizim eng bazarning oldi bu mengatgan isil baliza raqtimiz ha. Mushnimi do'konga kelganda faoliyat bahasida qilib berma. Baliza degan nima gap bu? Baliza bijil moda bo'lgan raq. Sidan bo'lgan. Bijil ma eng so'nggi raqlar ma bu. Har qanday xaridorlar izlab so'rab kelgan raq. Baliza. Ko'ynakka, ishdan chapanga, qiz bolaninki, ayollar ko'ynak, cho'ng ayollar ko'ynak hammasi tushdi. Ha, madu xavlarimni 2 metrsini 14 koy 9 mo. Bir ko'ynakligini xaridorlarim bilib qolinglar. Yana uningdan boshqa chaqmaq mallarimi bor, ko'zlik. Buning do'konga kelsanglar faoliyat bahasida qilib turman. Hamma mallarni asosan faoliyat bahasida qilib turman. Mushtaq isil atlaslarimizni bor, mana ipak atlaslar, jin atlaslar. Uni faoliyat beramlar? Buning faoliyat qilib beray. O'chmas atlaslari degan atlaslar shu mana. Mashina faoliyat qilyapmiz. Buni faoliyat qilib beray. Bu nima endi? Bu ipak taglik gaztor. Gaztor deymiz buni. Ko'ynagi 300 koy 450 koy ep kiyayotgan ko'ynagini raqam. Buning 2 metrsini 14 koy 9 mo qilib beray. 2 metri 14 koy 9 mo degan gap. Demak, metr 7 koy to'xtaydi degan gap. Ma oldidan bak chiqaraqlar bor ekan buning uchun. Ma isil chekallarimni 500 koy ep kelgan xaridorlarim. Mush chekanimni bir kiyimligini 2,5 metrsini 59 koy qilib beray. Chekan degan mushkan deyapsiz ya. Ma isil chekanimni mushning 1 metrsini 19 koy 9 mo qilib beray xaridorlarim mana. Ko'ringlar buni 40 koy 45 koy ep kiyayotgan mallar. Metrini 19 koy 9 mo. Metri 19 koy 9 mo. 2 metrda chiqadi, bir ko'ynakligi 40 koy, 39 koy, 40 koyga chiqadi degan gap. 40 koy, 39 koy bilan bir ko'ynak qoldi degan gap. Masalan, raqlarni yana olsak, misha tikadigan odam bormi? Tikadigan odam bor. Men o'z qo'lim bilan tikma. Sen tikila? Raq sotila. Demak, raqni bu yerda olsak, ma ichida qo'son tanlab bersak tikpirlar degan gapmi? Undan siz navoyat qulaylik qilgan men yerda elib bilak olib tiktirib turishni hojat yo'q ekan. Ashtaqqa. Hamsa shu faoliyat qancha kun vaqt qildirlar? 15-silardan 20-silargacha 5 kun. 15dan 20-silargacha. 5 kun bo'lsin. Hamsa telefon nomerini bir qoldirib qo'ysan. 158 09 07 18 61. İsmlar nima raqchi?
Sitnisem. Sitnisem raqchi, mush jami deyishajaq sitnisem raqchi deb kirsanglar mishani ko'rsatib ekan. Unda olsa o'zinglar ko'rdinglar mush yangilik qurumraq deymiz, yangilik chekkan deymiz, to'xov deymiz mishaki barliq raqlarni hamsa 15-yillardan 20-yillargacha 5 kunlik bilan faoliyat qilib qo'ydik. Mushu kiyim raq qilib tiktirib kiydigan xonim qizlar qolsanglar mishada olsanglar mishada tikib birdikan, aytim qulaylikka. Mush e'tibor borda, mush esil raqlarni ilib olsak deganlar, mush jami deyishadiki sitnisem raqchi degan ochimizning do'koniga kelib, ilib olishni unutib qolmanglar hamsa. Mush to'xtalaymizki jami deyishga kirsanglar, chiqish yig'izga yaqinkan 104 nomerlik do'kon, jami deyishga kirib 104 nomerlik do'kon kelsanglar, mush sitnisem raqchi degan ochimizning do'koniga kelishlar hamsa. Faoliyatning vaqti 15-yillardan 20-yillargacha 5 kunlar hamsa. Kelishni qat'iy unutib qolmanglar. Endi gaplar bormi? Men yangi yilda faoliyat qilib bir planladim, xaridorlarim ko'p kirib ketdi. Faoliyat qilmalar deb shu sababdan ham deydi. Yangi yil o'tib ketsinmi, yana xaridorlarimga faoliyat qilib biray, necha vaqt nashta o'gitib qo'ydim, meni yaxshi ko'rgan, men yaxshi ko'rgan xaridorlarim deb. Shunga yana bu faoliyatni o'rlashtirib qoldim. Davomli qo'llab qilishinglarni umid qilaman. Ma'qulamsa, mush film atrofinglardagi xonim qizlarga yo'llab qo'yinglar, shularni bir foydalanib barsin. Kelar sanab ko'rishaylik. Xo'sh.